Sizni bolangizda noma'lum sababli tana haroratining ko'tarilishi yo bo'lmasam tana haroratining tushib ketish holatlari yoki og'izni atrofida yaralar hosil bo'lishi yoki homiladorlik paytida homilani o'sish rivojlanishida muammo bo'lishi, homila o'smay qolishi, homila tushib ketish holatlari yuzaga kelyaptimi? Bu to'rt infeksiyasi bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan to'rt infeksiyasi haqida gaplashamiz. Mavzuyimizda sizlar bilan to'rt infeksiyasi haqida gaplashamiz. To'rt infeksiyasi bitta emas, bir necha viruslarda jamlangan infeksiya hisoblanadi, virusli infeksiya hisoblanadi. Endi to'rt bu inglizcha so'zlar nomiga qo'yilgan bo'lib, keling sizlar bilan kengaytmasini ko'rib o'tib ketamiz. Ya'ni kengaytirilgan holatda ko'rib olamiz. Ya'ni T harfimiz bu toksoplazmoz virusi hisoblanadi. O harfimiz ozeris, ya'ni boshqa viruslar bo'lishi mumkin. Bularga sifilis, paravirus, shunga o'xshagan bir qancha viruslar bo'lishi mumkin. R harfimiz rubella, ya'ni qizilcha kasalligini keltirib chiqaruvchi virusli infeksiya hisoblanadi. S harfimiz sitomegalovirus virusli infeksiyasi hamda H harfimiz gerpes simplex virusi hisoblanadi. Endi bu viruslar organizmga tushib bir qancha kasalliklarni, holatlarni, klinik belgilarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa homiladorlar, ayollar uchun xavfli hisoblanadi. Endi bunda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Keling sizlar bilan ko'ramiz. Ya'ni bemorlarda yuqori isitma bo'lishi, terida toshmalar bo'lishi, og'iz atrofida yaralar paydo bo'lishi, limfa tugullarning kattalashishi, holsizlik, bosh og'rig'i, ko'krak qafasida og'riq, shunga o'xshagan bir qancha klinik belgilar namoyon bo'ladi. Endi bu klinik belgilarni virusni qaysi turi bilan kasallanganligi, ya'ni gerpesmi, sitomegalovirusmi, rubellami, toksoplazmozmi yo bo'lsa boshqa viruslarmi? Misol uchun gerpes bilan kasallanadigan bo'lsa, og'izda atroflariga yaralar hosil bo'ladi. Yo bo'lsa rubella bilan kasallanadigan bo'lsa, tanaga mayda toshmalar toshib ketish holatlari yuzaga keladi. Endi sitomegalovirus boshqalari homilaga nojo'ya ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Endi bu sitomegalovirus yo bo'lsa to'rt infeksiyasi bilan kasallanganda homilada qanaqa o'zgarishlar kelib chiqadi sizlar bilan ko'ramiz. Ya'ni nojo'ya ta'sirlar, nevrologik nuqsonlar bilan tug'ilishi hamda bolani o'smay qolishi, hamda bola tushib ketish holatlari. Undan tashqari yurak qismida muammolar, yurak paroklari yuzaga kelishi. Undan tashqari o'sishni orqada qolishi yo bo'lsa tana vazni yetishmovchiligi bilan tug'ilish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Endi to'rt infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Diagnostika qilishimizda biz IFA tekshiruvida toksoplazmoz, rubella, sitomegalovirus, gerpes viruslariga analiz topshiriladi. Analizimizda immunoglobulin M chiqadigan bo'lsa, bu o'tkir holati, ya'ni kasallik aktiv holatga yetyapti, bemorlarga nojo'ya ta'sir hamda shikastlovchi ta'sir ko'rsatyapti. Agar analizimizda immunoglobulin G chiqadigan bo'lsa, qachondir kasallangan, shu kasallikka, shu virusga immunitet hosil bo'lganligini bildirishimiz mumkin. Agar bizda immunoglobulin M chiqadigan bo'lsa, biz davolashimiz hamda dori vositalari hamda virusni turiga qarab turib davolash rejasini tuzib chiqishimiz kerak. Endi davolashimizda har bitta virus uchun o'zini maxsus dorilari bor. Misol uchun toksoplazmoz uchun spiramisin, sitomegalovirus uchun ganciklovir, gerpes virusi uchun atsiklovir dori vositalari, rubella uchun maxsus protovirusli terapiya yo'q, simptomatik davo qilinadi. Rubella uchun maxsus o'zi 1 yoshdan 6 yoshda bemorlar emlangan bo'ladi. Undan tashqari boshqa viruslar bo'lishi mumkin hamda bemorning klinik belgilariga qarab turib qo'shimcha dori vositalari sistemasiga, intoksikatsiyaga dorilar beramiz. Undan tashqari biz immunitetini ko'tarilgan immunomodulyatorlar berishimiz kerak. Immunomodulyatorlardan aktivin yo bo'lsa immunomodulin yo bo'lsa galavit, palaxidonid, viferon, shunga o'xshagan bir qancha dori vositalari bilan organizm immunitetini ko'taramiz. Endi bu kasallanish homiladorlarda yoki bolalarda bo'lishi mumkin. Endi bolalarda bo'lsa o'zini maxsus terapiyasi, homiladorlarda bo'lsa o'zini maxsus terapiyasi orqali amalga oshiriladi.